Hello, men bugun nemis tilidagi passiv mavzusini birgalikda o'rganamiz. Birinchi farq aktiv va passiv. Aktivda kim bajarayotgani muhim. Masalan, ich räume das Zimmer auf. Men xonani yig'ishtiryapman. Bu yerda ich ya'ni egasi gapning. Passivda esa ishning o'zi muhim, ya'ni bu yerda ega kerak emas. Bunday aytganda, das Zimmer wird aufgeräumt. Xona yig'ishtirilmoqda. Präsens passiv formulasi juda oson, werden plus partizip 2. Masalan, die Hausaufgaben werden gemacht. Uy vazifalari qilinmoqda. O'tgan zamonda esa wurden yoki wurden plus partizip 2, die Hausaufgaben werden gemacht. Uy vazifalari qilindi. Muhim qoida wurden plus dativ odam uchun, doch plus akkuzativ narsa yoki vositalar uchun. Aktivni passivga o'tkazish uchun akkuzativ obyektni nominativ bo'ladi, fe'l partizip 2 ga o'tadi va werden qo'shiladi. Qachon passiv ishlatiladi? Kim bajargani muhim bo'lmasa, rasmiy matnlarda, yangiliklarda va ilmiy gaplarda. Shunday qilib do'stlar, passivni endi siz ham tushunasiz. O'rganishda davom eting va nemis tilini erkin gapiring.